نوحي حمام فهذا القلب نواح. Hürmetli izler, tövende Peygamber aleyhisselamın sahabeleri namlıq kitabını huzuruna sununuz. كيف السكوت وهذه الأرض تجتاح. Peygamber aleyhisselamın sahabeleri. Avtori Şeyh Mahmud Misri. Uyg'urchaga tarjima qiluvchi Islom chakarlari guruhi. حمام فهذا القلب نواح وابكي منيا فملء الكون أسراح. İsa aleyhissalatu vesselam Dajjalni o'ltiradigan, islom shar'ati bilan hukm qiladigan sahoba ham payg'ambar. Balkim ba'zi kishilar mening Allohning payg'ambari İsa aleyhissalatu vesselamning tarjimaholini payg'ambar aleyhissalomning sahobalari qatorida keltirganligimdan hayron qilishi mumkin. Lekin tuvandagi qurlarni o'qigandan keyin bu hayronlik tugaydi. Chunki biz bu qurlar orqali İsa aleyhissalomning ham payg'ambar, ham sahoba bo'lgan birdan bir kishi ekanligini bilalaymiz. U Isro, ya'ni payg'ambar aleyhissalom osmonga elib chiqilgan kechasi payg'ambar aleyhissalomni ko'rgan. U hozir muhayyat. Zaman oxirlashganda u Dajjalni o'ltirish va islom shar'ati bilan hukm qilish uchun osmondan zaminga tushdi. Ayni chaqda Yahudilar uni qattiq inkor qilganligi, uningga va onasi alayhissalomga tuhmat qilganligi uchun u fitnadan qochib, dinini elib zaminda kezib yurganligi uchun Masih deb atalgan. Masih degan bu ism Allohning kitobiga yozilib, uningga dunyoda berilgan naq mukofot bo'lib qoldi. Mukofot amalning o'z tipidan bo'ladi. Uning ishi mush yerdan boshlandi. Biz uning qissasini uning onasi Maryam mo'misining, ya'ni Imronning ayolining qurushqida to'ralma holatidagi vaqtidan boshlaymiz. Alloh taolo bu qissani o'z kitobida bayon qilib mundaq deydi. Alloh haqiqatan odamni, Nuhni, İbrahim avlodini, Imron avlodini payg'ambarlikka tanlab, ularni o'zlarining zamonidagi jahon ahlidan ortiq qildi. U avlodlar bir-biri bilan qondoshdir. Alloh bandalarning niyatlarini bilib turg'uchidir. O'z vaqtida Imronning ayoli aytdi: "Parvardigorim, men qo'rsqimdagi farzandimni dunyo ishlaridan ozod qilingan holda chuqum sening xizmatingga atadim. Bu nazarimni qabul qilgin. Sen haqiqatan duoyimni anglab turg'uchisan. Niyatimni bo'lib turg'uchisan." U qiz tuqqan vaqtida: "Ey Parvardigorim, qiz tug'din", dedi. Uning nima tuqqanligini Alloh obdan biladi. U talab qilgan o'g'il ata qilingan qizga o'xshash emas, balki bu qiz ortiqdir. Imronning ayoli aytdiki: "Men uni Maryam deb atadim. Men haqiqatan uning uchun, uning avlodlari uchun sana sig'inib qo'landi shaytondan panoh tilayman." Uni Parvardigori chiroyliqcha qabul qildi. Uni obdan o'stirdi. Uningga Zakariyani kibal qildi. Ya'ni uning xizmatini qilishga Zakariyani qo'ydi. Zakariya har qatim uning ibodatgohiga uni ko'rgili kirsa, uning yanida biror yemaklik uchirtatdi. U: "Ey Maryam, bu sana qayerdan keldi?" deydi. Maryam: "U Alloh tarafidan keldi", deydi. Alloh haqiqatan xohlagan odamga jafo mushaqqatsizla haddi hisobsiz rizq beradi. Muhammad ibn Ishoq va uningdan boshqalar mundoq bayon qiladi. Maryamning onasi homildor bo'lmagan edi. Bir kuni bir qushning o'z bolasiga tumshug'i bilan yem berayotganligini ko'rib, bolani ko'ngli tortdi. Shuning bilan u Alloh uchun, agar u homildor bo'lsa, bolasini Baytul Muqaddasning xizmati uchun atab, dunyo ishlaridan ozod qilishga nazar ahd qildi. Ular mundoq dedi: Maryamning onasi shu hamon hayz ko'rdi. U hayzdan poklanganda eri uning bilan yaqinchilik qildi. Shuning bilan u Maryam alayhissalomga homildor bo'ldi. U qiz tuqqan vaqtida: "Ey Parvardigorim, qiz tug'dim", dedi. Uning nima tuqqanligini
Allah obdan biladi. U talab qilgan o'g'il ata qilingan qizga o'xshash emas, balki bu qiz ortiqdir. Ya'ni u farzandini Baytul Muqaddas xizmati uchun otadi. Shu davrda kishilar Baytul Muqaddas uchun bolalarining bir qismini xizmatchilikka nazar qiladi. Men uni Maryam deb atadim. Men haqiqatan uning uchun, uning avlodlari uchun sanga sig'inib, qo'g'landi shaytondan panoh tilayman. Abu Hurayradan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: har qanday bola tug'ilganda shayton uning beqiniga no'qiydi. Shaytonning bu no'qishidan bola to'lab yig'lab ketadi. Faqat Maryam va uning o'g'li Isa buningdan mustasno. Ondan Abu Hurayra mundoq dedi: agar xohlasanglar, men haqiqatan uning uchun, uning avlodlari uchun sanga sig'inib qo'g'landi shaytondan panoh tilayman degan oyatni o'qinglar. Uni Parvardigori chiroyliqcha qabul qildi. Uni obdan o'stirdi. Uningga Zakariyoni kepil qildi. Ya'ni uning xizmatini qilishga Zakariyoni qo'ydi. Ko'pincha mufassirlar mundoq bayon qiladi. Maryamning onasi uni tug'ib bo'lganda, uni bir parcha raxtga o'rab masjidga elib bordi. Ondan uni masjidda turib ibodat qiladiganlarga topshirdi. U ularning namozdagi imomning qizi edi. U Maryamni ularga topshirganda, ularning qaysisi Maryamga kepil bo'lishi to'g'risida talash tartish qilishdi. Ayni vaqtda ularning payg'ambari Zakariya edi. Maryamning hamshirisi yoki hammasi Zakariyaning ayoli bo'lg'achqa, u Maryamni o'zi yolg'iz tarbiyasiga olmoqchi bo'lgan edi. Ular buningga qo'shilmay chek tashlashni talab qildi. Shuning bilan taqdir uningga yordam berib, chek tashlashda u g'alaba qildi. Chunki hamma onaning o'rnida turdi. Zakariya har qatim uning ibodatgohiga uni ko'rgili kirsa, uning yanida biror yemaklik uchirtadi. U: "Ey Maryam, bu sana qayerdan keldi?" deydi. Maryam: "U Alloh tarafidan keldi" deydi. Allah haqiqatan xohlagan odamga jafo mushaqqatsizla haddi hisobsiz rizq beradi. Mufassirlar mundoq deydi: Zakariya Maryamga masjidda ulug' bir o'rinni tayyorlab berdi. Bu o'ringa uningdan boshqalar kirmaydi. U bu yerda Allohga ibodat qiladi va navbat kuni kelganda Baytul Muqaddasning xizmatini qilishdan iborat vazifasini o'rindaydi. U kecha kunduz ibodat qilib, hatto uning ibodati Bani Isroil ichida misol qilib tilga elanadi. U yana go'zal axloqiy va esil sifatlar bilan mashhur bo'lgan edi. Allohning payg'ambari Zakariya har qatim uni ko'rish uchun ibodatxonasiga kirsa, texi vaqti kelmagan yot mevalarni, qishda yozliq mevalarni, yozda qishliq mevalarni puchirtadi. Shuning bilan u: "Bu sana qayerdan keldi?" deb so'rasa, Maryam: "U Alloh taolo tarafidan keldi. Ya'ni bu Alloh menga bergan rizqdir" deydi. Alloh haqiqatan xohlagan odamga jafo mushaqqatsizlar haddi hisobsiz rizq beradi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: "Dunyo ayollarining yaxshisi to'rtdir. Ular Imronning qizi Maryam, Fir'avnning ayoli Osiya, Xuvaylidning qizi Xadija va Allohning payg'ambarining qizi Fatima." Payg'ambar alayhissalom yana mundoq degan: "Erlardan ko'p kishi mukammal bo'lgan. Ayollardan faqat 3 ayol mukammal bo'lgan. Ular Imronning qizi Maryam, Fir'avnning ayoli Osiya va Xuvaylidning qizi Xadijadir." Oishaning boshqa ayollardan ortiqchiligi xuddi sho'rpining boshqa tomoqlardan ortiq bo'lganiga o'xshaydi. Allohning bandisi va elchisi ibodatga berilgan qiz Maryamning o'g'li Isoning tug'ilishi. Alloh taolo mundoq deydi: "Ularga Qur'onda Maryam qissasini bayon qilgan. Ayni zamonda u oilasidan ayrilib, sharq tarafdagi bir joyga bordi. U parda tortib, kishilardan yo'shirindi. Uningga bizning ruhimizni, ya'ni Jibril alayhissalomni avatdik. U Maryamga bejirim odam suratida ko'rindi. Maryam aytdi: "Men haqiqatan marhamatlik Allohga sig'inib, sening chiqilishingdan panoh tilayman. Agar sen taqvodor bo'lsang, menga chiqilmag'in." Jibril aytdi: "Men sana bir pak o'g'il berish uchun avatilgan
Parvardigoringning elchisiman. Maryam aytdi: "Menga kishi yaqinlashmagan tursa, men poyishi qilmagan tursam, qandoqmi mening o'g'il bolam bo'lsin?" Jibril aytdi: "Amaliyat sen degandekdir. Lekin Parvardigoring aytdi: u menga osondir. Uni kishilarga qudratimizni ko'rsatadigan dalil va biz tarafdan bo'lgan marhamat qildik. Bu taqdir qilinib bo'lgan ishdir." Maryam hamildor bo'ldi. Oilasidan yiroq bir joyga ketdi. To'lg'oqning qattiqligi uni yo'lini velish uchun bir xurma daraxining yoniga kelib olishga majbur qildi. Maryam aytdi: "Qashki men buningdan ilgari o'lib ketgan bo'lsam-chu, kishilar tarafidan unutilib ketgan arzimas narsaga aylanib ketsam-chu." Jibril uningga xurma daraxining ostidan nido qildi: "G'am qilmag'in. Parvardigoring sening ostingdan eqib turadigan bir eriqni paydo qildi. Xurma daraxini o'z tarafingga irg'itqin. Oldinga pishqon yangi xurmalar to'kiladi. Bu shirin xurmadan yigit. Bu tatlı suvdan ichgin va xursand bo'lgin. Biror odamni ko'rsang, u bola to'g'riliq so'rasa, men haqiqatan marhamatlik Allohga va'da berdim. Bugun hech odamga so'z qilmayman," dedi. Maryam bu vaqtni, ya'ni İsa alayhissalomni ko'tarib qavmining oldiga keldi. Ular aytdi: "Ey Maryam, sen haqiqatan g'alati ish qilding. Ey Harunning hamshirisi, sening otang yomon odam emas edi. Onangmu yo'ldan chiqqan xotin emas edi." Maryam bovoqni ko'rsatdi. Ular bo'shikdagi bovoqqa qandoq so'zlaymiz dedi. Bovoq aytdi: "Men haqiqatan Allohning bandasiman. U menga kitobni berdi, ya'ni Injilni berdi va meni payg'ambar qildi, ya'ni qiladi. Qayerda bo'lay, meni barakatli qildi. Hayotli bo'ladi ekanman, menga namozni, zakotni ado qilishni tavsiya qildi. Meni onamga kuyimchan qildi. Meni mutakabbir shaqiy qilmadi. Men tug'ilgan kunimda, vafot bo'lgan kunimda, tirilib qabrimdan turg'izilgan kunimda Alloh tarafidan bo'lgan omonlikqa erishiman." Ana shu İsa ibn Maryamning qissasidir. İsa ular dadalash qilayotgan o'zining ishining haqiqati ustida haq gapni qildi. Allohning sha'niga bolasi bo'lishi loyiq emas. Alloh boladan sherikdan pokdir. Alloh biror ishni qilishni iroda qilsa, uningga vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Alloh haqiqatan mening Parvardigorimdir. Sizlarning bu Parvardigoringlardir. Shuning uchun uningga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir. İsa'nın ishi to'g'risida ular, ya'ni ahli kitob orasidagi firqalar ixtilof qilishdi. Buyuk kun, ya'ni qiyomat kuni kelgan chaqda kofirlarga voy. Maryam faqat heyizdar bo'lib qolganda yoki suv elib kelish, tomoq tayyorlashga o'xshash zarur ishlar uchunla masjiddan chiqdi. Bir kuni ba'zi hojatlar uchun chiqib, oilasidan ayrildi. Ya'ni u o'zi yolg'iz Aqsa masjidining sharq tarafiga borgan edi. Alloh uningga ishonchlik ruh Jibril alayhissalomni avatdi. U Maryamga bejirim odam suratida ko'rindi. Maryam uni ko'rib, "Men haqiqatan marhamatlik Allohga sig'inib, sening chiqilishingdan panoh tilayman. Agar sen taqvodor bo'lsang, menga chiqilmag'in," dedi. Jibril aytdi: "Men sana bir pok o'g'il berish uchun avatilgan Allohning elchisiman." Ya'ni farishta uningga so'z qilib, "Men Parvardigoringning elchisiman." Ya'ni men inson emas. Alloh sana avatgan elchiman. Men sana bir pok o'g'il berish uchun, yana zerak bir bola berish uchun avatildim. Maryam aytdi: "Qandoqmi mening o'g'il bolam bo'lsin? Ya'ni mening qandoq bolam bo'ladi? Menga kishi yaqinlashmagan tursa, men poyishi qilmagan tursam, ya'ni mening erim bo'lmasa yoki poyishi qiladiganlardan bo'lmasam." Jibril aytdi: "Amaliyat sen degandekdir. Lekin Parvardigoring aytdi, u menga osondir." Ya'ni farishta Maryamning mushundaq holatda o'zidan bola vujudga keladiganligiga hayron bo'lganiga javoban mundoq dedi: "Parvardigoring shundoq dedi. Ya'ni Parvardigoring garchi sening ering bo'lmasmi va sen poyishi ayollardan bo'lmasangmi, sendan bir o'g'ilni yaratadiganligini va'da qildi. U menga osondir. Ya'ni bundaq yaratish Allohga nisbatan o'ng'ay ishdir. Chunki u xolig'ini qilishga qodirdir. Uni kishilarga qudratimizni ko'rsatadigan dalil qildik.
Ya'ni mushundaq holatda bo'lsa-mu, uni yaratishni bizning har xil mahluqotlarni yaratishga tamoman qudratli ekanligimizga dalil qildik. Chunki Alloh taolo Odam alayhissalomni ota-onasiz yaratdi. Havvoni onasiz bir erkakdan, ya'ni Odam alayhissalomdan yaratdi. İsa'ni bo'lsa otasiz, onadan yaratdi. Boshqa mahluqotlarni inson bo'lsin, hayvon bo'lsin, erkak va kishidan yaratdi. Uni biz tarafdan bo'lgan marhamat qildik. Ya'ni uning o'smirlik va quromiga yetgan mezgilida bandalarni yolg'iz, sheriki yo'q Allohga ibodat qilishga, Allohni ayoli, bolasi, sheriki va tengdishi bo'lishdan pok deb bilishga da'vat qilishi orqali Alloh bandalarga rahmat qiladi. Bu taqdir qilinib bo'lgan ishdir. Bu so'z Jibrailning Maryamga aytgan so'zlarining davomi bo'lish ehtimolligi bor. Ya'ni bu Alloh hukm qilib bekitgan va taqdir qilib qaror qilib bo'lgan ishdir. Bu oyatdagi bu taqdir qilinib bo'lgan ishdir degan so'z xuddi Alloh taolo tuvandagi oyatda aytgandek, Jibrailning Maryamning ichiga pulishidan ishorat qilib aytilgan so'z bo'lishi ehtimolligi bor. Hamda İmranning qizi Maryamni misol qilib ko'rsatdi. U nomusini saqladi. Uningga bizning tarafimizdan bo'lgan ruhni puladi. Dam uning ichiga kirib İsa'ga homildor bo'ldi. İlgirki yaxshi kishilardan nurg'un kishilar mundaq dedi. Jibrail Maryamning ko'nglining yaqsiga puligan edi. Dam uning avratiga kirib, shu hamon xuddi eri bilan yaqinchilik qilgan ayol homildor bo'lgandek homildor bo'ldi. Şuna Allah Taala Meryem hamildor bo'ldi deydi. Ya'ni Meryem balasiga hamildor bo'ldi. Oilasidan yiroq bir joyga ketdi. Chunki Meryem alayhissalom hamildor bo'lganda uning ichi siqildi. Ko'p kishilarning o'zi haqida gap topadiganligini bildi. Vahib ibn Munabbihga o'xshash ilgari yaxshi kishilardan nurg'uni mundaq deydi. Meryemda hamildorlikning alomatlari ko'rilganda buni tunji bo'lib sezgan kishi Bani İsrail ichidagi obidlardan bo'lgan Yusuf ibn Yaqub an-Najjar degan kishi bo'ldi. U Maryamning tog'asining o'g'li bo'lib, bu ishdan nihoyat hayron qoldi. Chunki u Maryamning diyonati, pokligi va ibodatini bilatdi. Shundoq turib uning eri bo'lmasa-mu homildor bo'lib qolganligini ko'rib o'tadi. Bir kuni u Maryamga so'z purtib, "Ey Maryam, urug' salmasımı ziraat önemdi dedi. Meryem önüdü. Bolmasa birinci ziraatni kim yaratgan dedi. Ondan o erkek bolmasımı balı bulandı dedi. Meryem şundak Allah Ademni ata anısız yarattı dedi. O Meryem'ge ondaqda bana öz işini aytib bergin dedi. Meryem onunğa mundaq dedi. Allah bana atının vasıtasız Allah'ın bir kelimesinden törelgen bir boğaq bilen xush xabar beridi ki, onun ismi Meryem oğlu Mesih İsa'dır. O dünya ve ahirette abroyluq ve Allah'a yakınlardan boludu. O böşüktümü, yani boğaqlıq çığıdımı, otur yaş bolğandımı kişilerge peygamberlerinin sözünü sözleydi. Ve takvadarlıqda kamil, yaxşı adamlardan boludu. Muhammed İbni İshaq mundaq deydi. Onun homildorlik xabari Bani İsrail arasida tarqalib mashhur bo'lib ketdi. Shuning bilan Zakariya oilasiga hech bir oilaga kelmagan qiyinchilik keldi. Ba'zi bir kofirlar uningga o'zi bilan masjidda ibodat qiladigan Yusuf bilan zina qilgan deb tuhmat qilgan. Shuning bilan u ulardan o'zini daldiga oldi va ulardan ayrilib oilasidan yiroq joyga ketdi. To'lg'oqning qattiqligi u yo'lini bilishi uchun bir xurma daraxining yoniga kelib olishga majbur qildi. Ya'ni u to'lg'oq azobi sababli bir tüp xurma daraxi tuyiga kelishga majbur bo'ldi. Maryam aytdi: "Qashki men buningdan ilgari o'lib ketgan bo'lsam-chu, kishilar tarafidan unutilib ketgan arzimas narsaga aylanib ketsam-chu." Bu oyatda fitna yuz berganda o'limni orzu qilishga dalil bor. Chunki u garchi kishilarning nazarida ibodatga berilgan, dunyo mashg'ulotlaridan uzilib, masjidda turishga o'zini atagan ayollardan bo'lsa-mu, garchi u diyonatlik oiladan, payg'ambar oilasidan bo'lsa-mu, qo'lida bir bolani ko'tarib, ularning oldiga borsa, ularning uningga tuhmat qilishini, uningga ishonmay yolg'onga chiqirdiganligini biladi. Shunga uni g'am besib,
bu holatga qilishdan ilgari o'lib ketgan bo'lishini yoki kishilar tarafidan unutilib ketgan arzimas narsa bo'lib qolishini, ya'ni butunlay yoritilmagan bo'lishini orzu qildi. Uningga xurma daraxining ostidan nido qildi. Aytilishicha, bu nido qiluvchi Jibril alayhissalom edi. Rahm qilmag'in. Parvardigoring sening ostingdan eqib turadigan bir eriqni paydo qildi. Ko'p sonliq tafsirshunoslar paydo qilingani o'stan edi dedi. Xurma daraxini o'z tarafingga irg'itqin. Oldinga pishqan yangi xurmalar to'kiladi. Alloh taolo yemaklik va ichimlikni tilga olg'achqa bu shirin xurmadan yegin. Bu tatliq sudan ichgin va xursand bo'lg'in dedi. Amir ibn Maymun mundaq deydi. Yangi tuqqan ayollar uchun quruq va ho'l xurmadan yaxshi narsa yo'q. Ondan u yuqorqi oyatni o'qidi. Biror odamni ko'rsang, u bola to'g'riliq so'rasa, men haqiqatan marhamatlik Allohga va'da berdim. Bugun hech odamga so'z qilmayman. Bu uningga xurma daraxti ostidan nido qilgan kishining, ya'ni Jibril alayhissalomning so'zining davomi bo'lib, u mundaq dedi. Bu shirin xurmadan yegin, bu tatliq sudan ichgin va xursand bo'lg'in. Biror odamni ko'rsang, insonlardan biror kishini ko'rsang, insonlardan mundaq degin. Ya'ni harakating va ishorating orqali mundaq degin. Men haqiqatan marhamatlik Allohga ro'za tutish haqida va'da berdim. Ya'ni jim turishga va'da berdim degan. Ularning shar'iyatida ro'za tamoq yeyishni va so'zlashni tark etish bilan bo'ladi. Bugun hech so'z qilmayman degan. Maryam bovoqni, ya'ni Isa alayhissalomni ko'tarib qavmining oldiga keldi. Ular aytdi: "Ey Maryam, sen haqiqatan g'alati ish qilding. Ey Harunning hamshirasi, sening otang yomon odam emas edi. Onangmi yo'ldan chiqqan xotin emas edi." Maqsad shuki, ular Maryamning bolasini ko'tarib kelganligini ko'rib, "Ey Maryam, sen haqiqatan g'alati ish qilding" dedi. G'alati ish degani nihoyat yomon ish va so'zni bildiradi. Ondan ular: "Ey Harunning hamshirasi" dedi. Bir so'zda aytilishicha, ular Maryamni ibodatda tangdosh bo'lgan bir kishiga o'xshatgan bo'lib, uning ismi Harun edi. Yana bir so'zda aytilishicha, ular uni ibodatda Musa alayhissalomning qarindishi Harunga o'xshatgan. Ahvol qiyinlashib boradigan joy tarlashgan va so'zlash cheklanganda, ulug'liq egasi bo'lgan zotga tavakkul qilishi, ixlos qilishi va tayinishdan boshqa amal qolmadi. Shuning bilan u bovoqni ko'rsatdi. Bu orqali u sizlar bu bovoq bilan so'zlashinglar. Chunki sizlar erishmoqchi bo'lgan javob va deyishmoqchi bo'lgan so'zlarga uningdan erishaolaysizlar demoqchi edi. Bu vaqtda ular bo'shikdagi bovoqqa qandoq so'zlaymiz dedi. Ya'ni sen qandoqmi bizga so'z tushunmaydigan, bo'shikda sut emib yotgan va to'g'ri xatoni ayriy olmaydigan kichik bola bilan so'zlashishni havola qilasan? Sening bu ishing bizni masxara qilish, kamsitish va ko'zga ilmaslikdan boshqa narsa emas. Chunki sen bizga eg'zoki javob bermay, javob berishni bo'shikdagi kichik bolaga havola qilyapsan dedi. Dal shu chog'da bovoq aytdi: "Men haqiqatan Allohning bandasiman. U menga kitobni berdi, ya'ni Injilni berdi va meni payg'ambar qildi, ya'ni qiladi. Qayerda bo'lay, meni barakatli qildi. Hayotli bo'ladi ekanman, menga namozni, zakotni ado qilishni tavsiya qildi. Meni onamga kuyimchan qildi. Meni mutakabbir, shaqiy qilmadi. Men tug'ilgan kunimda, vafot bo'lgan kunimda, tirilib qabrandim turg'izilgan kunimda Alloh taolo tarafidan bo'lgan amonlikqa erishiman." Bu Maryam o'g'li Isa alayhissalomning og'zidan tunji bo'lib chiqqan so'zlardir. Uning aytgan tunji so'zi "Men haqiqatan Allohning bandasiman" deyishdan iborat bo'ldi. Ya'ni u o'zining Parvardigori Alloh taoloning bandasi ekanligini e'tirof qildi. Ondan Alloh taoloni zolimlar da'vo qilgan Isa Allohning o'g'li degan so'zdan pakladi va o'zining Alloh taoloning bandasi, payg'ambari va dedikning o'g'li ekanligini aytdi. Ondan u menga kitobni berdi, ya'ni Injilni berdi va meni payg'ambar qildi, ya'ni qiladi deyish orqali onasini johillar uningga nisbat bergan va bo'xton qilgan ishlardan oqladi. Chunki Alloh payg'ambarlikni ular aytgan sifatga ega odamga, ya'ni haromdan bo'lgan odamga bermaydi. Alloh ularga la'nat qilsin va ulardan rahmatini yiroq qilsin. Xuddi Alloh taolo aytganda,
Yana ularning kufri, ya'ni Isa alayhissalomni inkor qilganliklari uchun va Maryamga cho'ng bo'xton chaplaganliklari uchun ularga la'nat qildik. Shu zamondagi yahudiylarning bir qismi Maryam hayzdor holatida zina qilib Isoga homildor bo'lgan degan edi. Alloh Maryamni bu bo'xtondan oqladi va uning rostchil ayol ekanligini, uning o'g'lini Alloh irodalik cho'ng 5 payg'ambarning birisi qilganligini aytdi. Shunga Isa qayerda bo'lay? U meni barakatli qildi dedi. Chunki u yakka yegona, sheriki yo'q, Allohga ibodat qilishga chaqirib, Allohni bolasi va ayoli bo'lishdan iborat kamchilik va ayibdan pokladi. Alloh taolo buyuk va muqaddasdir. Hayotli bo'ladiganman, menga namozni, zakotni ado qilishni tavsiya qildi. Namoz o'qish orqali g'olib, maqtashga loyiq bo'lgan zot Allohning haqqini ado qilish va zakot orqali maxluqotlarga yaxshilik qilish bandining vazifasidir. Bu nafsini nachar axloqlardan poklashni va har xil turdagi muhtojlarga pul mol sarf qilish, mehmonlarni kutish, ayollarga, urug' tuqqanlarga va boshqa taat ibodat yo'llari va Allohga yaqinchilik qiladigan turli yo'llarga pul mol sarf qilish orqali mollarni poklashni o'z ichiga oladi. Ondan bovoq meni onamga kuyimchan qildi, meni mutakabbir shaqiy qilmadi dedi. Ya'ni meni onamga yaxshilik qiladigan qildi. Isoning otasi yo'q, faqat onasili bo'lg'achqa onasining obro'li ayol ekanligiga qiziqtirish uchun o'z zimmasidagi onaning haqqini ta'kidladi. Meni mutakabbir shaqiy qilmadi. Ya'ni men qo'pol, bag'ri qattiq emas. Mendan Allohning buyrug'i toatiga zid keladigan so'z yoki harakat sodir bo'lmaydi. Men tug'ilgan kunimda, vafot bo'lgan kunimda, tirilib qabrimdan turg'izilgan kunimda Alloh taolo tarafidan bo'lgan omonlikqa erishiman. Ondan Alloh taolo uning qissasini va ishlarini ochiq oshkora tilga elib va tushuntirib mundoq dedi. Ana shu Isa ibn Maryamning qissasidir. Isa ular datalash qilayotgan o'zining ishining haqiqati ustida haq gapni qildi. Allohning sha'niga bolasi bo'lish loyiq emas. Alloh boladan sherikdan pokdir. Alloh biror ishni iroda qilsa, uningga vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Maqsad shuki, Alloh taolo Masih Isa alayhissalomning ishini bayon qilib, o'z payg'ambarga ana shu Isa ibn Maryamning qissasidir. Isa ular datalash qilayotgan o'zining ishining haqiqati ustida haq gapni qildi dedi. Ya'ni u o'zining Allohning bandalari ichidagi bir ayoldan yaratilgan bir bandi ekanligini aytdi. Shunga u Allohning sha'niga bolasi bo'lishi loyiq emas. Alloh boladan sherikdan pokdir. Alloh biror ishni iroda qilsa, uning vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi dedi. Ya'ni Allohni hech narsa ojiz qila olmaydi. Balki u hammaga qodir, xolig'ini qilg'uchidir. Alloh taolo biror ishni yaratishni iroda qilsa, uningga vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Alloh haqiqatan mening parvardigorimdir. Sizlarningmi parvardigoringlardir. Shuning uchun uningga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir. Bu Isoning buyshikda turib, ularga qilgan so'zining davomi bo'lib, u ularga Allohning o'zining va ularning parvardigori, o'zining va ularning ilohiy ekanligini va buning to'g'ri ekanligini aytdi. Alloh taolo mundoq deydi: Isoning ishi to'g'risida ular, ya'ni ahli kitob orasidagi firqalar ixtilof qilishdi. Buyuk kun, ya'ni qiyomat kuni kelgan chog'da kofirlarga voy. Ya'ni shu zamondagilar va ulardan keyingilar ixtilof qilishdi. Yahudiylarning ba'zi u zinodan bo'lgan dedi va kufri tarsoligini davomlashtirdi. Kufrida ularga qarshi yo'l tutgan yana bir turkum kishilar u Allohdir dedi. Yana bir qismi u Allohning o'g'lidir dedi. Mu'minlar bo'lsa u Allohning bandasi, payg'ambari, Allohning dediki Maryamning o'g'li va Maryamga Alloh tarafdan tashlangan so'z va ruhdir dedi. Mana shular nijotlikka erishgan, savob beriladigan kuch va yordamga erishadigan kishilardir. Hürmetli anlayıcılar, bu qatımlıq anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Sizlerine büyük Allah'ın amallıqı tavşırımız.
Allohga omonat. في عزته تسمو به للعالية نوحي حمام فهذا القلب نواح. Hürmetli izler, tövende Peygamber aleyhisselamın sahabeleri namlı kitabını huzuruna sununuz. كيف السكوت وهذه الأرض تجتاح. Peygamber aleyhisselamın sahabeleri. Avtori Şeyh Mahmud Misri. Uygurcaga tercüme kılgıcı İslam Çakarları Grupsi. حمام فهذا القلب نواح وابكي منيا فملء الكون أسراح. Yuqorqi shartlardan birarsida mu'minlarga qarshi yo'l tutquchilar ozg'un, jahil kofirdir. Yuqorqi martabalik, hammadan ulug', hikmat bilan ish qilg'uchi, hammani bilib turg'uchi Alloh buyuk kun, ya'ni qiyomat kuni kelgan chaqda kofirlarga voy degan so'zi bilan ularni qo'rqitdi. Ubada ibn Samit radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: kimki bir Allohdan boshqa haqiqiy iloh yo'qdir. U yakka yegonadir. Uning sheriki yo'qdir. Muhammad Allohning bandasi va payg'ambaridir. İsa Allohning bandasi, payg'ambari, Maryamga tashlagan so'zi va Alloh tarafdan kelgan ruhdir. Jannat rostdir, do'zax rostdir deb guvohlik bersa, Alloh uni qilgan amali bilan jannatga kirgizadi. Alloh tabaraka va taala mundoq deydi: ey ahli kitob, ya'ni nasoralar jamoasi, dininglarda haddidan oshmanglar. Allohning sha'niga haq so'zdan boshqani aytmanglar. Ya'ni Allohga sheriki va bolasi bo'lishdan pok deb e'tiqod qilinglar. Masih İsa Maryamning o'g'li, faqat Allohning rasulidir. Sizlar gumon qilgandek Allohning o'g'li emasdir. Maryamga Allohning ilqo qilgan kalimasidir. Ya'ni otasining vositasiz Allohning vujudga kel degan so'zdan yoritilgandir. Alloh tarafidan kelgan bir ruhdir. Allohga va uning payg'ambariga iymon etinglar. Alloh İsa Maryamdan iborat uchdir demanglar. Xudo uch deydigan e'tiqoddan qaytinglar. Bu sizlarga foydalidir. Alloh faqat bir ilohdir. Bolasi bo'lishdan Alloh pokdir. Osmonlardagi va zamindagi shaylarning hammasi Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir, maxluqotidir. Alloh yetarlik homiydir. Masihmu Allohga yaqin farishtalarmu Allohga banda bo'lishdan hargiz bosh tortmaydi. Kimlarki Allohga bandachilik qilishdan bosh tortadi ekan va ko'ranlab ketadi ekan, bilsinki Alloh ularning hammasini qiyomat kuni hisob elishi va jazolashi uchun o'z dargohiga to'playdi. İman etgan va yaxshi amallarni qilganlarga kelsak, Alloh ularning amallarining ajrini to'liq beradi. Ne'matini ularga oshirib beradi. Allohga qulchilik qilishdan bosh tortgan va ko'ranlab ketganlarga kelsak, Alloh ularga qattiq azob qiladi. Ular o'zlari uchun Allohdan boshqa, Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday do'st va hech qanday madadkor topolmaydi. Ular aslida İsa'ni Allohning bandasi, payg'ambari va o'z iffitini saqlagan, keyin Alloh uningga Jibrilni avatgan. Jibril Allohning buyrug'i bilan uning ichiga fo'lagan. Shuning bilan bolasi İsa alayhissalomga homildor bo'lgan qiz Maryamning o'g'li deb e'tiqod qilishlari kerak edi. İsa otsizlar Maryamdan bo'lganligi uchun Maryamning o'g'li deb ataldi. U yana ana shu so'zlar bilan yoritilgan va shuning sababi bilan borliqqa kelgan. Alloh taolo mundoq deydi: shubhisizki Allohning nazarida İsa'ning misoli u otsiz yoritilganlikdan odamning, ya'ni Odam alayhissalomning misoliga o'xshaydi. Odamni Alloh taolo ota-onasiz tuproqdan yaratdi. Ondan uningga vujudga kel dedi-de, u vujudga keldi. İsa'ning ishi odamning ishidan ajablanarlik emas. Alloh taolo yana mundoq deydi: ular, ya'ni Yahudilar, Nasoralar, mushriklar Allohning bolasi bor deydi. Alloh ularning gumon qilgan narsidan pokdir. Undaq emas. Osmonlardagi va zamindagi narsalarning hammasi Allohningdir. Hammasi uningga bo'ysunguchidir. Alloh osmonlar va zaminni yo'qdan bor qilguchidir. Bir ishni vujudga keltirishni iroda qilsa, vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Alloh taolo Makka da tushgan sura Kahfning 5-da mundoq deydi:
Cemi hamdu sana Allah'a xasdır. Allah insanlarını öz tarafidan bo'lgan qattiq azobdan ogohlantirish, yaxshi amallarni qilgan mu'minlarga obdan mukofot, ya'ni jannat beradiganligi bilan xush xabar berish. Bandisi, ya'ni payg'ambari Muhammadga to'g'ri, hech qanday qing'irliq, ya'ni ixtilof, ziddiyat bo'lmagan Qur'onni nozil qildi. Ular, ya'ni yaxshi amallarni qilgan mu'minlar jannatda mangu qoladi. Allah'ның balası bar degüçilerini agahlandırdı. Ular ve ularning ota-bovaları bu böhtanda hech qandaq ma'lumotga ega emas. Ularning egizlaridan chiqqan so'z nima degan cho'ng? Ular faqat yolg'onnila aytadi. Alloh taolo sura Maidada mundaq deydi: Maryam o'g'li Masih, ya'ni Isa Allohdir degan kishilar, ya'ni nasaralarning bir qismi haqiqatan kofir bo'ldi. Ey Muhammad, aytqinki, agar Alloh Maryam o'g'li Masihning onasini, ya'ni Maryamni va yer yuzidagi barliq kishilarni halok qilishni iroda qilsa, Allohning irodasidan biror narsani to'sishga kim qodir bo'la oladi? Osmonlarning va zaminning va ularning orasidagi narsalarning podshohligi Allohga xosdir. Alloh xolig'ini xalq etadi. Alloh har narsaga qodirdir. Alloh taolo ularning kofirligi ve cahillikini xabar qildi ve özünün hamma narsani yaratquchi, her narsega qodir, her narsaning parvardigori, podshohi ve ilahi ekanligini bayon qildi. Alloh taolo bu suraning oxirida mundaq deydi: Shubhisizki Alloh Maryamning o'g'li Isodir. Deguvchilar kofir bo'ldi. Iso: Ey Bani Isroil, mening parvardigorim ve sizlarning parvardigoringlar bo'lgan Allohga ibodat qilinglar. Kimki Allohga sherik keltiradi ekan, ya'ni Allohdan g'ayriga iloh deb e'tiqod qiladigan, Alloh uningga jannatni harom qiladi. Uning joyi do'zax bo'ladi. Zolimlarga hech bir madadkor, ya'ni Allohning azobidan qutuldiruvchi bo'lmaydi dedi. Alloh 3 ilohning biridir. Deguvchilar shaksiz kofir bo'ldi. Bir ilohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Agar ular aytayotgan so'zlardan qaytmasa, ularning ichidagi kofir bo'lganlar dunyo va oxiratda qattiq azobga qoladi. Ular Allohga tövbe qilmamdi, Allohdan mag'firat talab qilmamdi. Alloh tövbe qilguvchilarga nihoyat mag'firat qilguvchidir, nihoyat mehribondir. Maryam o'g'li Isa faqat o'tgan payg'ambarlarga o'xshash payg'ambardir. Uningdan ilgari nurg'un payg'ambarlar o'tgan. Uning onasi nihoyat rostchil xotindir. U ikkisi tamoq yeydi. Ya'ni ularmi boshqa mahluqotlarga o'xshash go'sht, sunak va tumur paylardan tarkib topgan edi. Ularga, ya'ni ularning e'tiqodining botilligiga oyatlarimizni qandoq bayon qiladiganligimizga qarag'in. Ondan ularning haqdan qandoq bosh tortganligiga qarag'in. Ondan Alloh Masih va uning onasining ahvolini, Masihning payg'ambar banda ekanligini, uning onasining nihoyat rostchil ekanligini, ya'ni Alloh la'nat qilgan Yahudilar aytgandek buzuq ayol emas ekanligini bayon qildi. Buningda Maryamning xuddi bir qism olimlarimiz aytgandek payg'ambar emasligiga dalil bor. Alloh taoloning u ikkisi tamoq yeydi degan so'zi boshqalardan chiqqan narsalar u ikkisidan suv chiqadi deganligi ishoratdir. Bundaq darajadagi kishi qandoqmi payg'ambar bo'lsin? Alloh ularning bo'hton so'zlaridan va bilimsizlikdan yuksak darajada oliydir. Alloh taolo qiyomat kuni Maryam o'g'li Isa alayhissalomni hurmatlash va uning haqida yolg'on so'zlab uningga bo'hton qilgan va uni Allohning o'g'li yoki Allohning sheriki deb da'vo qilib, uningga ibodat qilganlarga radiya berishi va koyish uchun uningdan savol so'raydiganligini xabar qildi. Alloh garchi bilsa-mu, uning haqida yolg'on so'zlaganlarni ayiblash uchun Alloh uningdan so'ragan ishning o'zi tarafdan yuz bermaganligini isbotlash uchun uningdan shundoq so'raydi: Sen kishilarga Allohni qo'yib men bilan onamni ikki iloh qilib olinglar dedingmi? Isa aytdi: Rabbim, sha'ningga loyiq emas narsalardan seni pok deb e'tiqod qilamanki, ya'ni sening sheriking bo'lishdan seni ustun deb bilamanki, menga aytishga tegishli bo'lmagan so'zlarni men aytmayman. Ya'ni bundoq so'zni aytish sendan boshqaga loyiq emas. Agar men bu so'zni aytgan bo'lsam, uni sen cho'qim bilasan. Ya'ni mening undaq demaganligim sana ma'lumlik. Sen mening zotimdikini bilasan. Men sening zotingdikini bilmayman. Sen g'ayiblarni nihoyat obdan bilasan. Bu bo'lsa so'zlashdiki katta adabdir. Savolning javobi tuvandikcha. Men ularga faqat sen meni aytishga buyurgan so'zni aytdim.
Ya'ni men sen meni ularning yeniga avatgan va menga ularga tilovat qilinadigan kitobni tushirgan vaqtingda buyurgan so'zdan boshqani aytmadim. Ondan ularga aytgan so'zni bayon qilib mundoq dedi: Mening Parvardigorim va sizlarning Parvardigoringlar bo'lgan Allohga ibodat qilinglar. Ya'ni meni va sizlarni yaratgan, menga va sizlarga rizq beradigan Allohga ibodat qilinglar. Men ularning orasida bo'lgan muddatda ularning amallarini kuzatib turgan edim. Meni qabzi ruh qilgandan keyin, ya'ni Yahudilar meni kristga maqlab, meni o'ldirmoqchi bo'lganda, sen menga rahim qilib, meni ulardan qutuldirgan va ularning birisini menga o'xshash shaklga kirgizib qo'ygan. Ular shu odamni o'ldirganda, sen meni o'z dargohingga ko'tarib elib chiqib ketgandan keyin, ularning amallarini sen kuzatib turgan eding. Sen hamma narsadan xabardorsan. Ondan u ishlarni bartaraf qilishni Alloh azza va jallaga topshirib va xristianlardan ado-judo ekanligini bildirib, agar ularga azob qilsang, ular sening bandalaringdir. Ularni xolig'ingcha tasarruf qilasan. Sana hech ahadi ta'arruz qilolmaydi. Ya'ni ular azobga loyiq. Agar ularga, ya'ni ularning ishidagi tavba qilganlarga mag'firat qilsang, sen ishingda g'olib, hikmat bilan ish qilg'uchisan. Bu yerdagi hukmni Allohga topshirish va shariat bilan birga Allohning xolishiga qoldirish buning amaliyotga aylanishi, ya'ni Allohning ularni mag'firat qilishini talab qilmaydi. Shuni u sen ishingda g'olib, hikmat bilan ish qilg'uchisan dedi. Kechirguchi, mehribonsan demadi. Alloh taolo mundoq deydi: Ayni zamonda sana Ruhul Quddus, ya'ni Jibril bilan madad berdim. Ruhul Quddus bo'lsa Jibrildir. Alloh taolo Isoning onasiga o'z tarbidan bo'lgan ruhni tashlash, Iso alayhissalomga payg'ambarlik yetkazilgan mezgilda Jibrilni uningga hamroh qilish va uningga kofir bo'lganlardan uni qo'g'dash qatorliqlar bilan madad berdi. Kichikingda, bo'shikda va payg'ambar bo'lgan yosh vaqtingda kishilarga so'zlayding. Ya'ni bo'shikingda yotgan kichik bola vaqtingda ve yosh vaqtingda kishilarni Alloh tarafga chaqiratdim. Ayni zamonda sana kitobni, hikmatni, ya'ni xat yezishni va to'g'ri tushunchani, Tavrotni va Injilni o'rgatdim. Ayni zamonda mening iznim bilan loydin qushning shaklida bir narsa yasaydim. Ya'ni Allohning buyrug'i bilan loydin qushning shaklida bir narsani yasaydim. Uni ko'rsan, iznim bilan uçuduğan qush bo'ladi. Ya'ni mening buyrug'im bilan qush bo'ladi. Alloh taolo bu haqdagi gumonni ko'tarib etish uchun bu ishlarning Allohning izni bilan bo'lganligini ta'kidlaydi. Mening iznim bilan tug'ma ko'rni saqaytdim. Ba'zi salaf olimlari mundoq deydi: Bu yerda deyilgani tug'ma ko'r bo'lib, tiflardan hech kim uni davolashga amal topolmagan edi. Baras kesilini saqaytdim. Bu kesilni tiflarmi davolayolmagan bo'lib, baras kesili, ya'ni oq kesel saqaymas keselga aylanib qolgan edi. Ayni zamonda mening iznim bilan o'liklarni tirildirib qabrlardan chiqaratdim. Ayni zamonda Bani İsrailni sana chiqarishdan to'sdim. Sen ularga mo'jizlar bilan kelgan chig'ingda, ularning ichidagi kofirlar bu faqat ro'shan sehrdir dedi. Bu ish Yahudilar uni Kristga maqlab o'ldirmoqchi bo'lganda yuz berdi. Alloh taolo uni ziyonkashlikdan saqlash va yomonlikdan xotirjam qilish uchun o'z dargohiga ko'tarib elib chiqib ketish orqali ulardan qutqizdi. İsa alayhissalatu vesselam'ning bir qism mo'jizlari. Alloh taolo mundoq deydi: Farishtalar aytdi: Ey Maryam, Alloh taolo haqiqatan seni bütün ayollar ichidan tanladi. Seni pak qildi. Seni bütün jahon ayollaridan ortiq qildi. Ey Maryam, Parvardigoringga itoat qil, sajda qil va ruku qilg'ichilar bilan billa ruku qil. Ey Muhammad, bu sana vahiy qilayotganimiz g'ayib xabarlardandir. Maryamni ularning qaysisi tarbiyasiga elish masalasida chak tashlash yuzidan qalamlarini sug'ib tashlagan chog'da sen ularning yanada yo'q eding. Maryamning kimning tarbiyasida bo'lishini o'z ara janjal qilishganlarida sen ularning yanida yo'q eding. O'z vaqtida farishtalar aytdi:
ey Maryam, Allah Taala sana otaning vositasiz Allohning bir kalimasidan to'ralgan bir bovoq bilan xushxabar beradi-ki, uning ismi Masih Maryam o'g'li Isodir. U dunyo va oxiratda obro'li va Allohga yaqinlardan bo'ladi. U bo'shikdimi, ya'ni bovoqliq chig'idimi, o'tir yosh bo'lgandimi kishilarga payg'ambarlarning so'zini so'zlaydi va taqvodorlikda komil yaxshi odamlardan bo'ladi. Maryam, Parvardigorim, menga insonning qo'li tegmagan tursa, ya'ni erlik bo'lmasam qandoq bolam bo'ladi dedi. Farishta, Alloh xolig'ini shundoq yaratdi. Ya'ni ota-onalikmi va uningsizmi yaratdi. Biror insonning bo'lishini iroda qilsa, vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi dedi. Alloh taolo uningga xatni, hikmatni, ya'ni so'z harakati to'g'ri bo'lishni, Tavrotni, Injilni o'rgatdi. Uni Bani Isroilga payg'ambar qilib avatadi. U deydi: Shubhisizki sizlarga men Parvardigoringlar tarafidan bo'lgan payg'ambarlikimning rostligimni ko'rsatadigan bir mo'jiza elib keldim. Men sizlarga loydin qushning shaklida bir narsa yasayman. Ondan uningga pöylayman da Allohning izni bilan u qush bo'ladi. Tug'ma ko'rni, baraz kesilini saqaydiman. Allohning izni bilan o'liklarni tirildirman. Sizlar yeydigan va uyinglarda saqlaydigan yemekliklardan xabar beraman. Ya'ni sizlarning yo'shurun ahvolinglarni aytib beralayman. Shubhisizki, agar sizlar Allohning mo'jizalariga ishonguchi bo'lsanglar, buningda, ya'ni men keltirgan mo'jizlarda sizlar uchun albatta mening rostligimni ko'rsatadigan ro'shan alomat bor. Men ilgari kelgan Tavrotni tasdiq qilgan holda keldim. Men sizlarga Parvardigoringlar tarafidan dalil elib keldim. Allohdan qo'rqinglar va mening amrimga itoat qilinglar. Allah haqiqatan mening Parvardigorimdir. Sizlarning bu Parvardigoringlardir. Uningga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir. Har bir payg'ambarning davridagi mo'jiza shu davrdagi kishilarga munosib edi. Olimlar mundaq deydi: Musa alayhissalomga berilgan mo'jiza uning davridagi kishilarga munosib edi. Ular usta sehrigar edi. Shunga Musa alayhissalom ko'zlari chekchiyib qoladigan va bu yo'llarni egiladigan mo'jizalar bilan avatildi. Sehrgarlar her türlük sehrini biladigan ve sehrgarlikda chekiga yetgan kishilar edi. Ular hayron qolarlik ishni ko'rib, buni faqat Alloh madad bergan va uning qo'li orqali odatdan tashqari ishlarni maydonga keltirish orqali uni tasdiqlagan kishidan sodir bo'ladiganligini bilganda, ikkilanmasdan darhol musulmon bo'ldi. Shuningdek, Maryam o'g'li Iso'mu usta tiyiblar mavjud bo'lgan davrda payg'ambar bo'lib avatilgan edi. Shun u tiyiblarmu qilolmaydigan va topolmaydigan mo'jizalar bilan avatildi. Ko'rdinmi, ahvoli yomon bo'lgan tug'ma ko'rni, baraz kesilini va uzunga suzilgan kasalga giribtor bo'lgan odamni qaysi tiyib davolaydi? Qaysi bir maxluq o'lib ketgan odamni tirildirib qabrisidan chiqara oladi? Bu her bir kishiga bu ishlarni qilgan kishining rostchil ekanligini va uni avatgan zot Allohning qudratini ko'rsatib beradigan mo'jiza ekanligini o'rgatadi. Shuningdek, Muhammad alayhissalom usta shoirlar ko'p zamonda payg'ambar bo'lib avatildi. Shunga Alloh uningga oldidanmi, keynidanmi, ya'ni hech qaysi tarafdan botil yuzlanmaydigan hikmat bilan ish qilg'uchi, maqtashga loyiq Allah tarafidan tushirilgan katta Qur'onni nozil qildi. Maqsad shuki, İsa alayhissalom ularga dalil faktlarni keltirgandan keyin, ularning ko'pinchisi o'zlarining kufri, ozg'unligi, tarsoligi va haddidan eshishni davomlashtiraverdi. Shuning bilan İsa alayhissalom ulardan bir turkum yaxshi kishilarni tanladi. Ular uning yordamchilari bo'lib, uningga ergashdi, yordam berdi va nasihat qildi. Ayni chaqda Bani Isroil uningga ziyonkashlik qilish uchun shu zamondagi podshohlarning birisiga uning haqida yolg'on arz sundi. Podshohlar uni Kristga maqlab o'ldirmoqchi bo'lganda, Alloh uni ulardan qutuldirib, o'z dargohiga ko'tarib elib chiqib ketdi va uning hamrohlaridan birisining uning shakliga kirgizib qo'ydi. Shuning bilan ular u kishini Kristga maqlab o'ldirdi. Ular uni Iso deb o'ylagan edi. Ular bu haqda xatolashdi va haqiqatga cho'ngchilik qildi.
Xristiyanlarning ko'pinchisi ularning bu davosiga taslim bo'ldi. Bu haqda har ikki taraf xatolashdi. Dasturxon vaqasi haqida Alloh taolo mundoq deydi: O'z vaqtida havoriylar: "Ey Maryam o'g'li Isa, Rabbing bizga osmondan ustidan tamoq bor dasturxon tushirib beralamdi" dedi. Isa: "Agar Allohning qudratiga ishonsanglar, mundaq savollarni qo'yishda Allohdan qo'rqinglar" dedi. Ular: "Biz uningdan yeyishni, ko'nglimizning tinchlanishini, so'zingning rostligini bilishni va payg'ambarligingga guvohchilardan bo'lishni iroda qilamiz" dedi. Maryam o'g'li Isa: "Ey Parvardigorimiz Alloh, bizga ustida tamoq bor dasturxon tushirgin. Bu kun bizlarga va bizdan keyingilarga bayram bo'lib qolsin. Bu dasturxon sendan bizga qudratingni va payg'ambarligingni ko'rsatadigan bir mo'jiza bo'lib qolsin. Bizga rizq bergin. Sen rizq berguvchilarning yaxshisisan" dedi. Alloh Isoning duosini ijobat qilib, uni "Men sizlarga cho'qim osmondan tushiraman. Sizlardan kimki shuningdan keyin kofir bo'lsa, uni shundoq bir azob bilan azoblaymanki, ahli jahondan hech kishini mundoq azoblamayman" dedi. Buning mazmuni mundoq. İsa alayhissalom havoriylar, ya'ni yordamchilarini 30 kun ro'za tutishga buyurdi. Ular to'liq 30 kun ro'za tutib bo'lganda, ular İsa alayhissalomdan osmondan dasturxon tushirishni so'radi. Ular bu dasturxondan yeyishni Allohning ularning ro'zasini qabul qilganligi va ularning talabini o'rinlab berganligi uchun ko'ngillari tinchlanishini, bu kunning ular uchun hayit kuni bo'lib qolishini ilgirki va keyingi boy va kambag'al hammasi uchun buning yetarli bo'lib qolishini iroda qilgan edi. İsa alayhissalom ularga bu haqda vaz nasihat qildi. Ularning bu dasturxonning shukrisini ado qila olmasligidan va uning shartlarini o'rinlay olmasligidan qo'rqgan edi. Lekin ular buni rad qilib, İsa alayhissalomdan ular uchun Parvardigori Alloh azza va jalladan dasturxon so'rish haqida chin turib oldi. Ular talabdan yonmaganda İsa alayhissalom janda yungdan to'qilgan qo'pol kiyimni kiyib, namoz o'qiydigan joyga bordi va ikki putini o'xshash tutib, beshini tuvan selib, ko'zidan yosh to'kkan holda Allohga yolvorib duo qildi va ularning tilakining ijobat bo'lishini so'radi. Shuning bilan Alloh taolo kishilar qarab turgan holda osmondan dasturxon tushirib berdi. Dasturxon ikki bulut orasida tushib, asta-asta yaqinlab keldi. Dasturxon yaqinlashgan sari İsa alayhissalom Parvardigori azza va jalladan buni azob emas, rahmat, barakat va omonlik qilib berishni so'radi. Dasturxon bara-bara yaqinlab İsa alayhissalomning oldiga kelib tushdi. Dasturxon lo'ngi bilan o'ralgan edi. İsa alayhissalom o'rnidan turib, rizq berguvchilarning yaxshisi Allohning ismi bilan deb turib uni ochdi. Dasturxonda 7 tal beliq, 7 tal non bor edi deguchilarmi, anar va boshqa mevalar bor edi deguchilarmi bor. Uning nihoyatda kuchli farqi bor edi. Alloh uningga bo'l deganda u bo'lgan edi. İsa alayhissalom ularni uningdan yeyishga buyurgan edi. Ular "Sen yemagcha biz yemaymiz" dedi. İsa alayhissalom dasturxon tushishni dastlab sizlar so'rgan tursanglar dedi. Ular dasturxondan dastlabda bo'lib yeyishdan bosh tortdi. Shuning bilan İsa alayhissalom kambag'al, muhtoj, kasal va meyib kishilarga dasturxondagi tamoqdan berdi. Ular 1300 ga yaqin kishi edi. Ular bu tamoqdan yegandan keyin ulardagi jarohatlar va uzunga suzilgan kasallar saqayib ketdi. Kishilar bularning saqayib qolganligini ko'rib, dasturxondan yemaganligiga pushaymon qildi. Aytilishicha, shuningdan keyin dasturxon har kuni tushadi. Kishilarning hammasi uningdan yeydi. Hatto uningdan 7000 odam yeydi. Keyin xuddi Solih alayhissalomning qavmi har kuni to'g'ri suti ichgandek, dasturxonni har kuni tushirgan bo'ldi. Keyin Alloh İsa alayhissalomni dasturxondan boylarga emas, faqat kambag'al yoki muhtojlarga berishga buyurdi. Bu ish ko'pincha kishilarga og'ir keldi. Ularning orasidagi munofiqlar bu haqda so'z cho'chaq qilishga boshladi. Shuning bilan dasturxon butunlay ko'tarilib ketdi. Dasturxon haqida so'z cho'chaq qilganlar cho'shqilarga o'zgarib ketdi. يهنأ فؤادي كلما سمع النداء وأقبل. Hürmetlik anlayıcılar,
bu qatımlıq anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Sizlerni büyük Allah'ın amallıqına tavşırımız. Allah'a emanet. به في عزته تسمو به للعالية نوحي حمام فهذا القلب نواح Hürmetli izler, tövende Peygamber aleyhisselamın sahabeleri namlıq kitabını huzuruna sununuz. كيف السكوت وهذه الأرض تجتاح Peygamber aleyhisselamın sahabeleri. Avtori Şeyh Mahmud Misri. Uygurcaga tercüme qilguvchi İslam Çakarları Grupsi. حمام فهذا القلب نواح وابكي مليا فملء الكون أسراح İsa aleyhisselamның Allah'ның muhafizat qilishi bilan osmonga elib chiqib ketilganligi to'g'risida Alloh taolo mundaq deydi. Ular mikr ishlatdi. Ya'ni İsa aleyhisselamni o'ldirmoqchi bo'ldi. Alloh ularning mikrini barbod qildi. İsa aleyhisselamni qutqizib osmonga elib chiqib ketdi. Alloh mikr qilguvchilarning jazosini obdan berguchidir. O'z vaqtida Alloh aytdi: "Ey İsa, men seni ajling yetganda qabz ruh qilaman. Seni dargohimga ko'tiraman. Ya'ni osmonga elib chiqaman. Seni kofirlardan pok qilaman. Ya'ni seni o'ldirmoqchi bo'lgan yomonlarning sharridan saqlayman. Sana ergashganlarni qiyomatgacha kofirlardan ustun qilaman. Ondan mening dargohimga qaytisizlar. Sizlar ixtilof qilishgan ish, ya'ni İsa'ning ishi ustida oranglarda men hukm chiqaraman." Yahudilar ularga Allohning la'nati bo'lsin. Allohning payg'ambari İsa alayhissalomning va uning onasining dushmanidir. Alloh ular haqida mundaq deydi. Ya'ni ularning kufri, ya'ni İsa alayhissalomni inkor qilganliklari uchun ularga la'nat qildik. Ya'ni Allohning rasuli İsa ibn Maryamni haqiqatan o'ldirdik deganlari uchun ularga la'nat qildik. Vaholanki ularning İsa'ni o'ldirgani yo'q, darga osqinimi yo'q, va lekin ularga shubha silindi. İsa'ni osdiq deb gumon qilib, İsa alayhissalomga o'xshab qolgan boshqa birsini osdi. İsa to'g'risida ixtilof qilishganlar haqiqatan uning o'ldirilganligi masalasida shubhididir. Ular bu ishning haqiqatini bilmaydi. Gumong'ila asoslanadi. Ular İsa'ni jazman o'ldirmadi, balki Alloh uni o'z tarafiga ko'tardi. Ya'ni İsa alayhissalomni Alloh ularning sharridan qutuldirib, tirik holda osmonga elib chiqib ketdi. Alloh g'olibdir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Ahli kitobdan, ya'ni Yahudi va Nasoralardan har qanday jon uzish oldida uningga, ya'ni İsa'ning haq payg'ambarligi va Allohning bandasi ekanligiga iymon etadi. İsa qiyomat kuni ular Yahudilarning İsa'ni darga osdiq degan davosining va Nasoralarning İsa Allohning o'g'li degan davosining yolg'onligiga guvohlik beradi. İsa alayhissalom dunyo va oxiratda Allohning nazarida obro'li kishi bo'lsa-mu, Yahudilar uningga tukuratdi va uning ustiga tikanlarni tashlaydi. Ular yana kofir podshohlarning birisi bo'lgan Davud ibn Nuraga uning haqida yolg'on arz sundi. Podshoh uni kiristga maqlab o'ldirishga buyurdi. Shuning bilan u Baytul Muqaddasdagi bir uyda turganda ular uni qurshib oldi. Bu juma kuni kech, shanba tong otadigan kecha edi. Ular uning yoniga kiradigan vaqt kelganda, uning yonidagi kishilardan birisining shakli uning shakliga o'zgartirildi. Va uydagilar qarab turgan holda İsa alayhissalom shu uyning to'nligidan osmonga elib chiqib ketildi. Askarlar uyga kirib, İsa alayhissalomning shakliga kirgizilgan heliqi yoshni topdi-da, uni İsa deb o'ylab tutib darga osdi va uni xorlash yuzidan uning beshiga mix taqdi. İsa alayhissalomning osmonga elib chiqib ketilganligini o'z ko'zi bilan ko'rmagan xristianlarning ko'pinchisi Yahudilarning u darga esildi degan so'ziga ishondi. Shu sababdan ular o'p-o'choq ezib ketdi. Ibn Abbos mundaq deydi: Alloh İsa alayhissalomni osmonga elib chiqib ketmoqchi bo'lganda, İsa alayhissalom hamrohlarining yoniga chiqdi. Uyda havoriylardan 12 kishi bor edi.
Uning beshidan suv tamchigan holda uydagi bir kamardan chiqib, aranglarda menga iymon etgandan keyin 12 qatim kofir bo'lganlar bor. Qaysinglar mening shaklimga kirgizilib, mening o'rnimda o'ldirilishni, ondan jannatda men bilan birga bo'lishni xohlaysizlar, dedi. Ularning orasidagi yeshi eng kichik bir yigit o'rnidan turgan edi. İsa onunga "O'ltirgin" dedi. Ondan ularga yuqorqi so'zni takrorladi. Heliqi yigit yana o'rnidan turgan edi. İsa yana "O'ltirgin" dedi. Ondan so'zini yana takrorladi. Heliqi yigit yana o'rnidan turgan edi. İsa "Sen shu kishi, ya'ni mening shaklimga kirib, men bilan jannatda bo'ladigan kishi" dedi. Shuning bilan u yigit İsa'ning shakliga kirgizildi. İsa bo'lsa uyning to'nligidan osmonga elib chiqib ketildi. U mundaq deydi. İsa'ni izlab kelgan Yahudilar kelib, İsa'ning shakliga kirgizilgan kishini tutib o'ldirdi. Ondan uni darga osdi. Ularning ba'zisi İsa'ga iymon etgandan keyin 12 qatim kofir bo'ldi. Kishilar shuningdan keyin 3 firqaga bo'linib ketdi. Bir firqa Allah aramızda xohlagan vaqt turgan edi. Keyin u osmonga chiqib ketdi, dedi. Ular Yaqubiylar edi. Yana bir firqa Allohning o'g'li aramizda xohlagan vaqt turgan edi. Keyin Alloh uni yaniga elib chiqib ketdi, dedi. Ular Nestoriylar edi. Yana bir firqa aramizda Allohning bandisi va payg'ambari xohlagan vaqt turdi. Keyin Alloh uni huzuriga elib chiqib ketdi, dedi. Ular musulmonlardir. Keyin yuqorqi ikki kofir firqa birlashib musulmonlarni o'ldirdi. Shuningdan e'tiboran toki Alloh Muhammad alayhissalomni payg'ambar qilib avatganga qadar islom o'chib ketgan holatda turdi. Ibn Abbos mundaq deydi. Ana shu Alloh taoloning mu'minlarga ularning o'z dushmanlariga qarshi turishida yer yo'lakda bo'ldi. Shuning bilan mu'minlar g'olib bo'ldi degan so'zida aytilganidir. İsa alayhissalomning oxir zamonda, ya'ni qiyomat yaqinlashganda zamonga tushishi. Navvas ibn Sam'on radhiyallohu anhuning Dajjalning chiqishi va İsa alayhissalomning tushishi to'g'risida rivoyat qilgan uzun hadisida payg'ambar alayhissalom mundaq degan. Alloh Maryam o'g'li Masihni avatganda u ikki qizil kiyim kiygan va ikki qo'lini ikki farishtaning qanotiga qo'ygan holda Suriyaning poytaxti Damashqning sharqidagi oq munarning yoniga tushidi. U beshini tuvan salsa, beshidan suv tamchiydi. Beshini ko'tirsa marvoyib to'kiladi. Uning tiniqini purab qolgan har bir kofir o'ladi. Uning tiniqi ko'zi yetgan yergacha yetib boradi. Ondan u Dajjalni izlab, Lut degan joyning darvozasi yanida uni tepib o'ldiradi. Ondan Alloh Dajjalning yomonligidan saqlab qolgan bir turkum kishilar Maryam o'g'li İsa'ning yoniga keladi. İsa ularning yuzlarini silab, ularning jannatdagi darajalarini so'zlab beradi. U haq ustida turib jang qiladigan, yordam berilgan jamoatning yoniga tushadi. Bu chaqda ular Dajjal bilan jang qilish uchun yig'ilib turgan bo'lib, İsa alayhissalom namoz vaqtida tushib, shu jamoatning amri boshliqining keynida turib namoz o'qiydi. İbn Kasir mundaq deydi. Uning tushadigan o'rni haqida mashhur bo'lgani Damashqning sharqidagi oq munarga tushidi. İbn Kasir o'z davrida Hijriyaning 741-yili oq toshdan silingan bir munarni musulmonlarning yanglab salganligini tilga oladi. Bu munar bundan ilgari bu joyga silingan munarni ko'ydirgan xristianlarning mollari bilan silingan edi. Balkim bu payg'ambar alayhissalomning payg'ambarligining ochiq dalillaridan birisi bo'lsa kerak. Chunki Alloh Maryam o'g'li İsa'ning tushishi uchun bu munarning xristianlarning mollari bilan silinishni bekitib qo'ygan. Maryam o'g'li İsa tushib, cho'shqalarni o'ldirib, kirisni sundirdi va ulardan jizya bojni qabul qilmaydi. Musulmon bo'lsa yaxshi, bo'lmasa o'ldirdi. Ulardan boshqa kofirlarmi shundoq bo'ladi. Qur'oni Karimdagi İsa alayhissalomning tushishi to'g'risidagi dalillar. İsa alayhissalomning oxir zamonda tushishi Qur'onda va sahih mutavatir hadislarda bor bo'lib, bu qiyomatning cho'ng alomatlarining birisidir. Alloh taolo mundaq deydi.
Qur'onda Maryamning o'g'li Isa, ya'ni Isa alayhissalom misol keltirilsa, nagahan sening qavming xushalliqdan suran silishib ketadi. Ular bizning ilohlarimiz yaxshimi yoki Isomi dedi. Ular bu misolni faqat husumat qilish uchunla keltirdi. Balki ular jidalxo'r qavmdir. U, ya'ni Isa Nasaralar gumon qilgandek iloh yoki ilohning o'g'li emas, faqat payg'ambarlik ne'matimizga erishgan bir bandadir. Uni biz Isroil avlodiga Allohning qudratini ko'rsatadigan bir dalil qildik. Agar biz xohlasak, albatta sizlar zaminda o'rin bosar bo'ladigan farishtalarni vujudga keltirardik. U, ya'ni Isa albatta qiyomat yaqinlashganlikning alomatidir. Ya'ni Isa alayhissalomning qiyomat kunidan ilgari tushishi qiyomat yaqinlashganlikning alomatidir. Yana bir qiroatdagi ayin va lomni zabar o'qigan qiroat buni ko'rsatib beradiki, buning ma'nosi bu qiyomat bo'lganlikning alomatidir degan bo'ladi. Bu qiroat Abdullah ibn Abbos, Mujahid va boshqa tafsirshunoslar imomlardan rivoyat qilingan. İmam Ahmad rivoyat qilish yo'llari bilan mundaq rivoyat qiladi. Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhuma u, ya'ni Isa albatta qiyomat yaqinlashganlikning alomatidir degan oyat to'g'risida mundaq deydi. U, Isa ibn Maryam alayhissalomning qiyomat kunidan ilgari chiqishidir. Alloh taolo mundaq deydi. Yana Allohning rasuli Isa ibn Maryamni haqiqatan o'ltirdi deganliklari uchun ularga la'nat qildi. Vaholanki ularning Isa'ni o'ldirganimi yo'q, darga osqinimi yo'q, va lekin ularga shubha selindi. Isa'ni osdiq deb gumon qilib, Isa alayhissalomga o'xshab qolgan boshqa birisini osdi. Isa to'g'risida ixtilof qilishganlar haqiqatan uning o'ldirilganligi masalasida shubhididir. Ular bu ishning haqiqatini bilmaydi, gumong'a asoslanadi. Ular Isa'ni jazman o'ldirmadi, balki Alloh uni o'z tarbiga ko'tardi. Ya'ni Isa alayhissalomni Alloh ularning sharridan qutuldirib, tirik holda osmonga elib chiqib ketdi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ahli kitobdan, ya'ni Yahudiylar va Nasaralardan ahli kitobdan, ya'ni Yahudiylar va Nasaralardan har qanday jon uzish oldida uningga, ya'ni Isa'ning haq payg'ambarligi va Allohning bandasi ekanligiga iymon etadi. Isa qiyomat kuni Yahudiylarning Isa'ni darga osdiq degan davosining va Nasaralarning Isa Allohning o'g'li degan davosining yolg'onligiga guvoh beradi. Yuqorqi oyatlar Yahudiylarning Isa alayhissalomni o'ldirilmaganligi, darg'imi osmaganligini, balki Alloh uni osmonga elib chiqib ketganligini ko'rsatib berdi. Bu xuddi Alloh taoloning o'z vaqtida Alloh aytdi: "Ey Isa, men seni ajiling yetganda qabzroq qilaman, seni dargohimga ko'tiraman, ya'ni osmonga elib chiqaman" degan so'ziga o'xshaydi. Yuqorqi oyatlar, ya'ni ahli kitobning oxir zamonda Isa alayhissalomga iymon etadiganligini ko'rsatdi. Bu xuddi mutavatir sahih hadislarda aytilgandek, Isa alayhissalom tushib vafot bo'lishdan ilgari bo'ladi. Uning tushishiga pak sunnatdan bo'lgan dalillar. Uning oxir zamonda tushishi to'g'risidagi dalillar ko'p va mutavatirdir. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Jinim qo'lida bo'lgan zot bilan qasamki, yaqinda oranglarga Maryamning o'g'li odil hukmdor bo'lib tushidi. Ondan Kristni sundirib, cho'chqalarni o'ldirdi va jangni boshlaydi. Mol dunyo ko'payib ketadi. Hatto molni hech kim qabul qilmaydi. Hatto bir sajda dunyo va uningdagi narsalardan yaxshi bo'lib qoladi." Ondan Abu Hurayra mundaq dedi: "Agar xohlasanglar, ahli kitobdan, ya'ni Yahudi va Nasaralardan har qanday jon uzish oldida uningga, ya'ni Isa'ning haq payg'ambarligi va Allohning bandasi ekanligiga iymon etdi. Isa qiyomat kuni ular Yahudiylarning Isa'ni darga osdiq degan davosini va Nasaralarning Isa Allohning o'g'li degan davosining yolg'onligiga guvoh bo'ladi." Jabir radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Men payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini anglagan edim. Ummatimdan haq ustida jang qiladigan bir jamoat qiyomat kuniga qadar g'olib holatda bo'ladi. Ondan Maryam o'g'li Isa alayhissalom tushidi.
Şunun bilan ularning amri bizga iymon bo'lib namoz o'qib bergin deydi. U yo'q. Sizlar bir-biringlarga amirsizlar deydi. Bu Allohning bu ummatni hurmatlashidir. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan. Payg'ambarlar ota bir qarindoshlardir. Ularning onalari boshqa, dini birdir. Men Maryam o'g'li Isoga eng yaqinman. Chunki men bilan uning orasida payg'ambar yo'q. U cho'qim tushidi. Sizlar uni ko'rsanglar, uni tuninglar. Boshqa payg'ambarlarning emas, İsa alayhissalomning tushishidagi hikmat. Olimlar oxir zamonda boshqa payg'ambarlar tushmasdan İsa alayhissalomning tushishidagi hikmat to'g'risida izlangan bo'lib, ular bu haqda tuvandagidek so'zlarni bayon qildi. Birinchi, Yahudilarning İsa alayhissalomni o'ldirganlik davosiga radiya berishi, Alloh taolo ularning yolg'onchiligini, İsa alayhissalom ularni va ularning boshlig'i Dajjalni o'ldirganligini bayon qildi. Hafiz İbn Hajar boshqa so'zlarga qaraganda yuqorqi so'zni kuchlik deb qaradi. Ikkinchi, xuddi Alloh taoloning ularning Injildagi sifati bo'lsa, ular shoh chiqargan, kuchlanib cho'ngaygan, ondan o'z g'uli bilan o'ri turgan bir ziroatga o'xshaydi degan so'zida aytgandek, İsa alayhissalom Injilda Muhammad alayhissalomning ummatining fazilatini ko'rib, Alloh taolodan o'zini shular jumlasidan qilishni so'ragan. Allah uning duosini ijobat qilib, oxir zamonda islomni yangilg'uchi bo'lib tushishi uchun uni hayot qoldirgan. Imom Malik rahimahulloh mundoq deydi: "Menga mundoq xabar yetdi. Xristianlar Shamni fatih qilgan sahobalarni ko'rganda, Alloh bilan qasamki, bizga yetgan xabarda bularning havariyinlardan yaxshi ekanligi aytilgan." degan Ibn Kasir rahimahulloh mundoq deydi: "Xristianlar bu haqda rost aytgan. Chunki bu ummat ilgirki kitoblarda va keng tarqalgan xabarlarda ulug'lab tilga ilingan." İmam Zahabi o'zining Tajridu Asmaisi Sahaba nomli kitobida İsa alayhissalomning tarjima holini keltirib mundoq deydi: Maryam o'g'li İsa alayhissalom sahoba ham payg'ambardir. Chunki u kechida safar qildirilganda payg'ambar alayhissalomni ko'rgan va uningga salom qilgan. Shunga oxirida vafot bo'lgan sahobadir. 3. İsa alayhissalomning osmondan tushishi, uning ajalining yaqinlashganligi va uning zaminga dafn qilinishi uchundir. Chunki tuproqdan yaratilgan maxluqotning boshqa joyda dafn qilinishi to'g'ri emas. Uning tushishi Dajjalning chiqishiga to'g'ri keladi. Shuning bilan Dajjalni İsa alayhissalom o'ldirdi. 4. U xristianlarni yolg'onga chiqarish uchun tushidi. U ularning yolg'on davosiga qaymoqib yurganligini oshkorlaydi. Uning davrida Alloh islomdan boshqa hamma dinni yo'q qildi. İsa alayhissalom Kristni sundirib, cho'shqalarni o'ldirdi va jizya boj bejini amaldan qoldirdi. 5. Uning yuqorqi ishlarga xos qilinishi payg'ambar alayhissalomning "Men Maryam o'g'li Isoga eng yaqinman, men bilan uning orasida payg'ambar yo'qdir" degan so'zi sababidandir. Chunki payg'ambar alayhissalom bütün insonlar ichida uningga eng yaqindir. İsa alayhissalom o'zidan keyin payg'ambar alayhissalomning keladiganligi bilan xush xabar bergan va kishilarni uni tasdiqlashga va uningga iymon etishga chaqirgan. U xuddi Alloh taolaning tuvandagi so'zida aytgandek so'zlarni qilgan. Mendan keyin keladigan Ahmad ismli payg'ambar bilan xush xabar berguchi payg'ambarman. Hadisda mundoq deyilgan: Sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, bizga o'zing haqida so'zlab bergin" degan edi payg'ambar alayhissalom. Ma'qul. Men otam Ibrohimning duosi va qarindishim Isoning bishoratiman dedi. Dajjalning uning qo'lida halok bo'lishi. Xuddi sahih hadislarda ko'rsatilgandek, Dajjal Masih Maryam o'g'li İsa alayhissalomning qo'li orqali halok bo'ladi. Dajjal butun yer yuzini egallab, faqat Makka va Madina qilib qoladi. Uning agash kuchlari ko'paydi va hamma yoqni fitna qoplaydi. Faqat ozg'ina mu'minlar bu fitnadan omon qoladi. Dal shu chog'da Maryam o'g'li İsa alayhissalom Damashqdagi oq minorning ustiga tushidi. Allohning mu'min bandalari uning atrofiga yig'iladi. İsa alayhissalom ular bilan Masih ad-Dajjalni izlab mangadi. İsa alayhissalom tushganda Dajjal Baytul Muqaddasga qarab mangan bo'lib, Lut shahrining darvozasi yeniga borganda İsa alayhissalom uningga yetishdi. Dajjal
İsa alayhissalomni ko'rganda tuz erigandek erib ketadi. İsa alayhissalom uningga: "Seni qattiq birni urman. Mendan hargiz qochib qutulolmaysan" deydi-da, neysiz bilan uni o'ltiradi. Uning agash kuchilari bo'lsa, mag'lub bo'lib qochadi. Mu'minlar ularni qo'g'lab o'ltirdi. Hatto daraxt va toshlar: "Ey musulmon, ey Allohning bandasi, mana orqamda Yahudi bor. Kelib uni o'ltirgin" deydi. Lekin G'arqat darxi undoq demaydi. Chunki u Yahudilarning daraxtlaridan birisidir. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: "Din yo'qolib, ilm ketib qolganda Dajjal chiqadi." Hadis davomida mundoq dedi: "Ondan Maryam o'g'li Isa tushib, sahar mezgilida: 'Ey xaloyiq, nimishqa yolg'onchi, nejis Dajjalga qarshi turmaysizlar?' deydi. Ular: 'Bu sarang ekan' deydi. Ondan berib qarab, uning Maryam o'g'li Isa alayhissalom ekanligini ko'radi. Shu chaqda namozga iqoma aytiladi. Uningga: "Ey Alloh tarafdan yaratilgan ruh, oldiga o'tib imom bo'lg'in" deyiladi. U: "O'z imominglar oldiga o'tib, sizlarga imom bo'lib namoz o'qib bersin" deydi. U namozni o'qib bo'lganda kishilar uning yeniga chiqadi. U mundoq deydi: "Yolg'onchi Dajjal uni ko'rib, tuz suda erigandek erib ketadi. İsa uning yeniga berib, uni o'ltirdi. Hatto daraxt va toshlar: 'Ey Alloh tarafidan bo'lgan ruh, mana bu Yahudi' deydi. U Dajjalga agashgan bir kishini qoldirmay o'ltirdi. Alloh la'nat qilgan Dajjalning o'ltirilishi bilan cho'ng fitna oxirlashidi. Alloh mu'minlarni Alloh tarafdan yaratilgan ruh va Allohning so'zi Maryamning o'g'li Isa alayhissalom va uning mu'min agash kuchilari orqali Dajjalning va uning agash kuchilarining yomonligidan saqlab qoladi." İsa alayhissalom nima bilan hukm qiladi? İsa alayhissalom yangi shariat bilan tushmasdan, balki Muhammad alayhissalomning shariati bilan hukm qiladi va uning agash kuchilaridan bo'ladi. Chunki islom dini butun dinlarning oxirgisi. U qiyomat bo'lguncha amaldan qolmay davomlashadi. İsa alayhissalom bu ummatning hokimlaridan birisi va islomni yangilg'uchi bo'ladi. Chunki Muhammad alayhissalomdan keyin payg'ambar yo'qdir. Payg'ambar alayhissalomning ummatiga muborak bo'lsinki, ularning payg'ambari payg'ambarlarning kattasi, oxirgi yangilg'uchisi Allohning payg'ambarining dini va shariatidagi payg'ambar, balki sahoba payg'ambardir. İsa alayhissalom Allohning hurmatli uyi Ka'bada haj qiladi. Hanzala al-Aslami mundoq rivoyat qiladi: "Men Abu Hurayra radhiyallohu anhuning payg'ambar alayhissalomdan mundoq rivoyat qilganligini anglagan. Jinim qo'lida bo'lgan zot bilan qasamki, haj yoki umra qilishi uchun yoki haj va umrini birga qilishi uchun Fajji Ravha degan joyda ihrom bog'laydi. Uning jizyani amaldan qoldirishi, jizya hukmini amaldan qoldirishi emasdir. Gerçi jizya İsa alayhissalom tushishdan ilgari yo'lga qo'yilgan bo'lsa-mu, uning kofirlardan jizyani amaldan qoldirishi, uning jizya hukmini amaldan qoldirib, yangi shariat ilib kelganligi emasdir. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning xabar qilishicha, jizya ilishning yo'lga qo'yilishi İsa alayhissalomning tushirgan vaqti bilan munosabatli. Payg'ambar alayhissalom tuvandagi so'zi bilan jizyaning amaldan qoladiganligini bayon qilgan. Alloh bilan qasamki, Maryam o'g'li odil hukmdor bo'lib tushib, Kristni sundirdi, cho'chqalarni o'ltirdi va jizyani bekor qildi. İsa alayhissalomning davrida xotirjamlik umumlashib, barakatlarning oshkora bo'lishi. Butun koinot Alloh jalla va alaga bo'ysunganligi uchun insonlarning Allohga itoat qilishi oshgan siri Alloh unga butun koinotni bo'ysundirib beradi. Shunga İsa alayhissalom tushganda insonlar uning tushishining qiyomat yaqinlashganligining alomati ekanligini tushunib yetdi-da, butun insonlar taat ibodat bilan mashg'ul bo'ladi. Shuning bilan Alloh zaminni o'z barakatlarini chiqarishga, osmonni o'z barakatlari tushirishga buyurdi. Shunga mol dunyo ko'payib, uni oladigan odam topilmaydi. Adovat, o'chmanlik va hasad yo'qoladi. Navvasi ibn Sam'anning uzun hadisida Dajjal İsa alayhissalomning tushishi, uning davrida Yajuj Majujning chiqishi, uning ularga beddua qilishi va ularning halok bo'lishi qatorliqlar tilga elingan bo'lib, bu hadisda payg'ambar alayhissalom mundoq degan:
Andın Allah şundaq yağmur əvətiduki, laydın selingan öy bolsun, kigiz öy bolsun, bu yağmurdan panah bulalmaydı. Bu yağmur zeminni yuyup, əynəkdək silliq halda qaldırıp qoydu. Andın zeminğa meyvelik daraxtlaringni öndürgin, berkitingni qaytırıver, deyildi. Şu günlerde bir to'p kishilar bir anardın yeb, uning postusida sağayraydı. Sütlük mallarga berkat berilib, bir tugінің süti, bir jamoaga, bir kalaning süti, bir qabilaga, bir qo'yning süti, bir oymoq kishilarga yetadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Payg'ambarlar oti bir qarindoshlardir. Ularning onalari boshqa, dini birdir. Men insonlar ichida Maryam o'g'li Isoga eng yaqinman. Chunki men bilan uning orasida payg'ambar yo'qdir. U cho'qim tushdi. Allah uning davrida Masih Dajjalni halok qiladi. Zaminda xotirjamlik bo'ladi. Hatto shirlar to'galar bilan, yo'lboslar kalalar bilan, bo'rilar qo'ylar bilan o'tlaydi. Kichik bolalar yilonlarni o'ynaydi. Yilon ularga ziyon yetkazmaydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Allah bilan qasamki, Maryam o'g'li Isa adil hukmdor bo'lib tushib, jizyani bekor qiladi. Yosh to'galar tashlab qo'yiladi. Hech kim ularni tuyshish uchun yugurmaydi. O'zaro adovat, yomon ko'rish va hasad qilish bo'lmaydi. Kishilar mol dunyoga chaqirsa, uni hech kim qabul qilmaydi. Navaviy rahimahulloh mundoq deydi: Bu hadisning ma'nosi shuki, mol dunyo ko'payib, orzu umid ozlig'anligi, mol dunyoga ehtiyoj yo'qligi va qiyomat yaqinlashganligini bilganligi uchun kishilar tugi beqishga qiziqmaydi. Yosh tugilar arablarning nazarida eng qimmatli mol hisoblanadigan tugilarning esili bo'lg'achqa bu yerda tilga ilingan. Bu xuddi Alloh azza va jallaning bo'g'oz tugilar tashlab etilgan chog'da degan so'ziga o'xshaydi. Hech kim ularni tutish uchun yugurmaydi. Deganning ma'nosi hech kim ularga ko'ngil bo'lmaydi deganlikdir. يهنأ فؤادي كلما سمع النداء وأقبل. Hürmetlik anlayıcılar, bu qatımlıq anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Sizlerine büyük Allah'ın amallıqı tavşırımız. Allah'a emanet. في عزة تسمو به للعالية. نوحي حمام فهذا القلب نواح. Hürmetlik azizler, tövende Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri namlıq kitabını huzuruna sunumuz. كيف السكوت وهذه الأرض تجتاح. Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri. Avtori Şeyh Mahmud Misri. Uyg'urchaga tarjima qiluvchi Islom chakarlari guruhi. حمام فهذا القلب نواح وابكي مليا فملء الكون أسراح. Sefer vaqti keldi. İsa aleyhisselam tushgandan keyin uning zaminda turish muddatiga kelsak, ba'zi rivoyatlarda uning 7 yil turadiganligi, yana ba'zi rivoyatlarda 40 yil turadiganligi aytilgan. İmam Muslim Abdullah ibn Amir radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda mundoq deyilgan: Ondan Allah Maryam o'g'li Isoni avatidi. Ondan kishilar ikki kishining orasida adovat yo'q holda 7 yilni o'tkazadi. Ondan Allah Taala Şam tarafdan soğuk shamol avatib zaminda qalbida zarracha yaxshiroq yoki iymon bor kishini qoldirmay yenini oladi. İmam Ahmad ve Abu Davudning rivoyatida ondan u zaminda 7 yil turgandan keyin vafot bo'ladi. Musulmonlar uning namozini tushiradi deyilgan. Bu ikki rivoyatning ikkilisi sahih bo'lib, undaqda bu haqda tushuniksizlik paydo bo'ladi. Faqat 7 yil haqida kelgan rivoyat uning zaminga tushgandan keyin turadigan muddatiga qartilib, uning osmonga ko'tarilishdan ilgirki muddatiga qo'shilgandila bu tushunishsizlik yo'qoladi. Mashhur so'zga asosan shu vaqtda u 33 yoshga kirgan edi. Demak, uning burunqi 33 yil keyingi 7 yil bo'lib,
cemi ziminde turgan vakti 40 yıl buludu. Allah Teala onun da razı olsun ve onu razı kılsın. Perverdigarımның rahmet ve salamları onun olsun. Allah Celle ve Ala'dan bizni İsa aleyhisselam ve süyümlük Peygamber aleyhisselam bilen cennetide ve rahmet ornida o'zaro qarindosh bo'lgan holda jam qilib taxtlar ustida bir-birimizga qarashib o'ltirishga muyassar qilishini so'raymiz. Ulardan keyin kelgan urun basarlar. Biz qalblarimiz va a'zolarimiz orqali ana shu ulug' sahobalar radhiyallohu anhumlar bilan bu uzun safarda birga bo'ldik. Alloh taolo ular haqida mundoq deydi: Müminlerning ichida Rasululloh bilan g'azotga chiqqanda sabatliq bo'lib, shahid bo'lganga qadar dodillik bilan jang qilishi to'g'riliq Allohga bergan ahdini ishga oshirgan nurg'un kishilar bor. Ularning ba'zisi ahdiga vafo qilib shahid bo'ldi. Ba'zisi shahid bo'lishni kutmoqda. Ular Parvardigoriga bergan ahdisini hargiz o'zgartgani yo'q. Alloh taolo yana ular haqida mundoq deydi: Allah Teala ulardan razı buludu. Ularmı Allah'tan memnun buludu. Biz ularning ahvali ve bütün dünyanı rastçılık, saxiylik, pidakarlık ve kurban beriş bilen toldurgan haberlerini bilgenden keyin özümüzün ve bütün ümmetinin halıga qarab, yaş ornuga kan yığılmay turalmaymiz. Bu ümmet Allah'ın şer'idinden Peygamber aleyhisselam ve onun sahabeleri radiyallahu anhum mangan yoldan köp yıraqlap ketdi. Ve azizlikni dahri şərqdən ve kapır g'aribdən izlashga başladı. Şuna adil netice şu oldu ki, Allah Azze ve Celle bu ümmetin məşriq ve məğribdeki ümmetler içinde en xar ümmetke aylandırıp koydu. Allah'ın yardımı olmasa kolumuzdan hiç iş gelmeydi. Hakiki ilah Allah Celle ve Ala bizge izzet ve güç kuvvet yolunda qandaq menişni öğütüp koygan. Bu mening to'g'ri yo'limdir. Shu yo'lda meninglar. Noto'g'ri yo'llardan mangmanglar. Ular sizlarni Allohning yo'lidan ayirib etadi. Allohning amrini tutib do'zaxdan saqlanishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. Alloh taolo bizga hidoyatga erishish va o'zining to'g'ri yo'lida menishga muyassar bo'lishning faqat Payg'ambar alayhissalomga ergishish bilan qo'lga keladiganligini xabar qildi. Alloh taolo mundoq deydi: Allah'a ve Allah'ın sözlerine iman keltirdiğin elçisi ummi peygamberge iman keltiringlar. Hidayet yapışınlar için onunla ergişinlar. Allah Teala yine mundoq deydi: Sizlarga Allah'ni ahiret gününü ümit qilgan ve Allah'ni köp yad etkenlerge Rasulullah elbette yaxshi ulgudur. Suyumluk Peygamber aleyhisselam bizge mundoq vasiyat qilgan: Mening sünnetimni ve hidayet ata qilingan to'g'ri yo'lda bo'lgan xalifalarning sunnatini chin tutinglar. Bu sunnatlarga mahkam esilinglar va ularni iziq tishinglar bilan tishlab olinglar. Ya'ni hargiz tarik etmanglar. Yangi paydo qilingan har qanday ish bid'atdir. Har qanday bid'at azg'unlikdir. Payg'ambar alayhissalom mundoq deydi: Sizlarga sahobalarimni, ya'ni shularga ergishishni, ulardan qolsa ulardan keyin kelganlarga ergishishni vasiyat qilaman. Peygamber aleyhisselam yine mundoq deydi: Men aranglarda ikki narsani qoldirdim. Sizlar bu ikki narsadan keyin hargiz ezib ketmaysizlar. U bo'lsa-mu Allohning kitobi Qur'on va mening sunnatim, bu ikkisi Havzi Kavsar bo'yida yenimga kelganga qadar hargiz bir-biridan ayrilmaydi. Lekin islom ummati Allohning yo'lidan teyib ketdi. Pes insonlarning qonunini o'ziga hukmdor qildi. Balki İslam faqat ibodatga munosabatlik belgimalardan iborat deb o'ylab, Alloh Jalla va Aladan boshqasiga ibodat qildi. Agar ummat islomning aqidadan iborat bo'lib, bu aqidadan shariat etilib chiqadiganligini, bu shariat hayotini tartibga soladiganligini, kishilarning aqidasini to'g'rilanmagicha Alloh ularning shariatini qabul qilmaydiganligini bilsa edi, to'g'ri yo'ldan chiqib ketmagan bo'ladi. Ummat aqidasini yo'qotgan, haqiqatan ularning orasidan yo'qolib ketgan va Parvardigori Alloh Azza va Jallaning shariatidan ayrilib, Payg'ambari Muhammad alayhissalomdan boshqalarga ergashgan, boshqalarni o'ziga ulgu qilgan kuni halok bo'ldi. Ummat o'zining sharaf va izzat manbasini
va hurmat bo'liqini unutdi. Ummat butun mahluqotni yaratgan Alloh jalla va alaning ularga o'z kitobida mundoq madihiya etganligini unutdi. Ey Muhammad ummati, sizlar insonlar manfaati uchun o'tirg'i chiqarilgan yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sadigan, Allohga iymon etadigan eng yaxshi ummatsizlar. Agar ahli kitob, ya'ni Yahudilar, Nasaralar iymon etsa, ya'ni Muhammad alayhissalomga nozil qilingan vahiyga ishonsa, ular uchun dunyo va oxiratda albatta yaxshi bo'ladi. Ularning ichida mu'minlarmi bor. Ularning to'lisi fosiqlardir. Abu Said al-Xudriydan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundoq degan: Qiyomat kuni Nuh Alloh tarafdan chaqiriladi. U: "Ey Parvardigorim, men hozirman. Buyrug'ingga tayyorman" deydi. Alloh: "Sen elchilikni yetkizdingmi?" deydi. Nuh: "Shundoq" deydi. Alloh uning ummatiga: "Nuh, sizlarga elchilikni yetkizganmi?" deydi. Ular: "Bizga ogohlantiruvchi kelmagan edi" deydi. Alloh: "Sana kim guvohlik beradi?" deydi. Nuh: "Muhammad va uning ummati guvohlik beradi" deydi. Shuning bilan ular Nuhning elchiligini yetkizganligiga guvohlik berdi va payg'ambar sizlarga guvohchi bo'ladi. Ana shu shonu shavkatlik Allohning, shuningdek, ya'ni sizlarni islomga hidoyat qilgandek kishilarga, ya'ni o'tgangi ummatlarga shohid bo'lishinglar uchun biz sizlarni yaxshi ummat qildik degan so'zidir. Shu sababdan Alloh jalla va ala Alloh rahim qilgan kishilardan boshqa keyin kelgan avlodni mundoq sifatlagan. Ular ketgandan keyin ularning o'rnini bosgan o'rinbosarlar namozni tark etdi. Nafs xohishlariga ergashdi. Ular qiyomatda gumrohlikning jazosini tortdi. Alloh taolo yana mundoq deydi: Ulardan keyin yomon avlodlar Tavratga varislik qildi. Ular bu dunyoning arzimas pul milini halol bilan haromni ayirmay qor quyuq oladi va bizni Alloh afu qiladi deydi. Shundoq, pul mol ularning qo'liga kelsa, ular yana oladi. Kitobda, ya'ni Tavratda Allohga yolg'on choplamay, faqat haqni aytishlari to'g'riliq ulardan chin va'da elinmadimi? Holbuki ular Tavratdagi narsalarni o'qigan edi. Haromni tark etib, Allohdan qo'rqadiganlarga oxirat yaxshidir. Buni tushunmamsizlar. Lekin biz Alloh bilan qasamki, bu barakatli ummatning kasalga giribdor bo'lganligiga jazm qilganligimiz uchun umidsizlanmaymiz. Ishonimizki, bu ummat hargiz o'lmaydi va butun dunyoga Muhammad alayhissalomning haqiqiy erkaklarni qoldirib ketganligini, ularning qalbida tog'lardan kuchli, yomg'ir suyidan suzuk iymonning borligini jakarlash uchun tavhid bayrog'ini egiz lapilda tutdi. Xuddi payg'ambar alayhissalomning sahobalari qisqa muddat ichida zaminni nur, hidoyat, kuch-quvvat va ilm bilan to'ldirib, butun dunyo xo'jayinlarga aylanib, Qur'on sepillarni ko'kum talqon qilib, bu katta kitob Qur'on va sunnat bilan qalblarni fatih qilgandek va insonlarning qo'lidan tutib, rahim shafqatlik Allohning jannatiga yetaklagandek bu ummatni shundoq qiladi. Xuddi sahobalar yuqoriqilarning hammasini qilgandek, Alloh xolisa bizmi butun dunyo oldida tili va amaliyati bilan Muhammadga bay'at bergan kishilarmiz. Hayot bo'lsak ta o'lgicha jang qilarmiz deydigan avlodlarni ko'ramiz. Payg'ambar alayhissalom Allohning izni bilan bir asrning 4/1ga yetmaydigan vaqt ichida dini haqida hech narsani bilmaydigan, dunyolik ishlardimi eng yomon holatda yashayotgan, dushmanlashish ichida kun o'tkazayotgan qabilalarni yetaklab, butun dunyo birlashsimi, yuzlagan asrdimi barpo qilolmaydigan bir davlatni barpo qila oladi. Bu yerda o'z-o'zidan mundaq savol paydo bo'ladi. Ana shu yangi islom davlati qanday barpo bo'ldi? Buning javobi chinqi tushdagi quyoshdek aniq va keskin. Allohning ana shu katta davlatni barpo qilishdagi birdan-bir sabab iymondir. Agar bizning muborak ummatimiz iymon yildizini qalblarida qaytadan cho'nqurlashtirsa, islom darxi javzo yulduzga taqashqudek darajada egiz o'sidi va meva beradi. Bu mevaning ta'mi oxiratdagi jannatga kirishdan ilgari dunyodagi jannatga kirishi uchun iymonning halovatini tetamoqchi bo'lgan har bir kishi tetiydi. Endi men qarindoshlarim va hamshirlarimga aytmoqchi bo'lganim shuki, biz qalblarimizga islom davlati barpo qilib, o'rnimizdan dast turish, g'aflat chang tuzollarini qaqib tashlab, islom mash'ilini butun dunyoga yetkazib, insonlarning Allohga, Allohning jannatiga va roziligiga erishadigan yo'lni ko'rsatib berish uchun va ularning Alloh jalla va alaga bo'ysunish uchun
payg'ambar alayhissalom va uning sahobalari radhiyallohu anhumlarga ergishishga nihoyat muhtojmiz. Hammamiz shuni bilishimiz kerakki, Alloh azza va jalla payg'ambar alayhissalomning sahobalarini maqtaganda mundoq dedi: Mu'minlarning ishida Rasululloh bilan g'azotga chiqqanda sabatliq bo'lib, shahid bo'lganga qadar dodillik bilan jang qilish to'g'riliq Allohga bergan ahdini ishga oshirgan nurg'un kishilar bor. Ularning ba'zisi ahdiga vafo qilib shahid bo'ldi. Ba'zisi shahid bo'lishni kutmoqda. Ular Parvardigorga bergan ahdisini hargiz o'zgartgani yo'q. Allohning rahmatining mukammallik ifodalaridan birisi shuki, u ana shu rostchilarga qo'shilishni xohlagan har bir kishi uchun eshikni keng ochib, ba'zisi shahid bo'lishni kutmoqda dedi. Biz Alloh taolaning bizni qiyomat kuni rostchilar jamoati qatorida uning bizni shahidlikni kutadigan va Allohga bergan ahdida rostchil kishilardan qilishini so'raymiz. Chunki Alloh taolo mundoq deydi: Kimlarki Allohga va payg'ambarga itoat qilar ekan, ular oxiratda Allohning ne'matiga erishgan payg'ambarlar, siddiqlar, ya'ni yuqori darajalik payg'ambarlar va shahidlar va yaxshilar bilan birga bo'ladi. Ular nima degan yaxshi hamrohlar? Bu fazil Alloh tarafidandir. Alloh fazil ihsonga tegishli bo'lganlarni bilishda yetarlikdir. Anas radhiyallohu anhu mundoq rivoyat qiladi: Bir kishi payg'ambar alayhissalomdan qiyomat qachon bo'ladi deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom qiyomat uchun nima tayyorlading degan edi. U qiyomat uchun ko'p namoz, ro'za va sadaqa tayyorlamadim. Lekin men Allohni va uning payg'ambarini yaxshi ko'raman dedi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom sen yaxshi ko'rgan kishing bilan birga bo'lasan dedi. Anas mundoq deydi: Biz hech narsaga payg'ambar alayhissalomning sen yaxshi ko'rgan kishing bilan birga bo'lasan degan so'ziga xushal bo'lganda xushal bo'lmagan edik. Men garchi payg'ambar alayhissalom Abu Bakri va Umardek amal qila olmagan bo'lsam-mu, ularni yaxshi ko'raman va ularni yaxshi ko'rganligim sababli ular bilan birga bo'lishni umid qilaman. Ey Alloh, biz seni guvoh qilamizki, biz sening payg'ambaring Muhammad alayhissalomni va uning sahobalarini yaxshi ko'ramiz. Parvardigorimiz, garchi biz ulardek amal qila olmagan bo'lsak-mu, bizni ular bilan jannatingda va rahmat o'rningda ular bilan jam qilib, ular bilan o'zaro qarindosh bo'lgan holda taxtlar ustida qarishib o'ltirishga muyassar qilishingni so'raymiz. Ey Alloh, bizni dunyoda ularni ko'rishdan mahrum qilganingdek, oxiratda ularga hamroh bo'lishdan mahrum qilmagin. Ey Alloh, biz bu qurlar orqali ular bilan yashashga tirishqanligimiz uchun baxt, saodat va xursandlik yurti jannatda ular bilan o'ltirishdan mahrum qilmagin. Ey Alloh, bu xizmatni suyumlik onam, uningga Allohning rahmati bo'lsin, yaxshilik tarozisiga selib bergin. Bu xizmatni, bu kitobni o'qigan va menga g'oyibona yaxshi duo qilgan, mening mag'firatga erishishimga, do'zaxdan ozod bo'lishimga duo qilgan har bir kishining yaxshilik tarozisiga selib bergin. Duoyimizning oxiri shuki, jimi hamdu sana olamlarning Parvardigori Allohga xosdir. Ey Alloh, seni poklik bilan yod etaman. Sana madihiya etaman. Guvohlik beramanki, sendan boshqa haqiqiy iloh yo'qdir. Sendan kechirim so'rayman va sana tavba qilaman. Alloh payg'ambarimiz, rahbarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, uning oil tavobatlariga va sahobalarga rahmat qilsin va salomatlik ato qilsin. Bu kitobni yozuvchi nihoyat shafqatli va ko'p mag'firat qiluvchi Allohning afvusiga muhtoj banda Mahmud Misri Abu Ammar. Bu kitobni yozish Hijriya 1920-yili Ramazon oyining 8-kuni tamom bo'ldi. Allohga cheksiz madihiya bo'lsin. Payg'ambar alayhissalomning sahobalari nomli bu kitobning tarjimasi tugadi. Bu kitobni tarjima qilish 2020-yili 20-sentabr boshlanib, 2023-yili 11-sentabr, Hijriya 1945-yili Safar oyining 26-kuni oxirlashdi. Parvardigorimiz bu xizmatimizni qabul qilgin. Amin. يهنأ فؤادي كلما سمع النداء وأقبل. Hürmetlik anlayıcılar, bu qatımlıq anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Sizlerine büyük Allah'ın amallıqı tavşırımız. Allah'a emanet. في عزة تسمو به